Yo, yaxshimisiz? Bozordagi savdolarda nima gap? Ishlaringiz Xudoga shukrmi? Tovaringiz oling qaytarib, maqtab sotganingiz padargidan nima deyman, 9 gacha uxlaydi-ku bu. Nima qilay? Olingda chiroyli yangisiga bitta almashtirib bering. Siz bozorchisiz-a? Bozorchasiga tushuntiraman, yuring-da skladga. Endi tovar topib ketganingizga ancha bo'ldi. Vazifat qilishga kech. Etiketkasini buzmasdan olib kelganingizda ham mayli edi. Endi bu kiyim tabizga o'tirmagan bo'lsa, Ikkinchi kiyim olaman. peridelka qilish kerak, qimmatroq parashokka yuvish kerak, himjiskaga olib kelib turish kerak. Basharasini qarang, g'ijimligini. Kuyov, dazmol qilish kerak, dazmol. Ko'chadagi mayka shortiklarga ishingiz bo'lmasin, ular sintetika, havo o'tkazmaydi. 2 marta kiyganingizdan keyin pishib qolasiz, kuyov. Bo'pti, urushmaymiz, yarashamiz endi. Ammalades, paplinda xilpillatib kiyib yuravering, Gucci Armanilarga ishingiz bo'lmasin. Bozorlarga ko'z tegmasin, bozorda naloq bosmasin. Amin Allohga.